Hurmatli obunachilar, shukrlar do'stimizni. Qo'rasiga kelganmiz, inshaalloh mana video syomkalarimizni to'g'ridan to'g'ri olib boramiz. Qani, shukrlar do'stimizni reaksiyalarini bir qator ko'ramiz. Hormanglar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonbek. Charchamasdan, to'ppa-to'g'ri shu o'zimiz uyimizda kirganda derazadan kirib kelaverdik deydi-yu. Olyaptimi? Olyapti. Obunachilar assalomu alaykum. Mollarni belashga harakat qilyapti. Baylamaylik, bitta narsa ochig'ini aytganda kirdim. Hop, ko'rdim, to'g'ri kirib kelyapman. Mollarda shunday real holatda ba'ziga bir obunachilar aytishyapti, yechik holatida ham ko'rsatinglar degan obunachilarga yechik ko'rsataveramizmi? Bo'ldi, hech narsa. Qarshiligingiz yo'q. Yo'q, Omonbek qo'ran joyda ham, yeb turgan joyda ham ko'rsataveramiz. Farqi yo'q. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar hop, ichkarida boradi xohlasa. Bo'ldi, Omonbek yo'qsam siz hali qiling, men baydan chiqaramiz, sirazi narxini aytib bitta-bitta. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilarga mana bu tozalarini, shvedlarini ko'rsatib turaman. Bir qator ko'rsatishda davom etaveramiz. Olib chiqaveringlar bo'lmasa. Odam bormi? Olib chiqishgani. Bo'laveradi. Olib chiqishsin, xudo xolasa. Obunachilar shved so'raganlarga mana shvedni o'ta go'zali, bebahosi, oltinga tenglari zoti tozalari kelibdi, hop. Omonbek, ikkovi ham German shved. Hop. Ozasi. Ustaliga oslangan ko'ring molda o'ta. Go'zal. Ikkovi. O'ta go'zal. Omonbek monolarni xudo xolasa baharga qo'ysa bo'laveradi. Baharga qo'ysa bo'laveradi. Buni narxi Omonbek tushunganga avvalo novososi narxini bilasiz. Hop, 22 million, 21 million unaqa narx yo'q. 20 millionga Omonbek xayri bor. 20 millionga obunachilar mana sirrazi mana boshlanib ketdi, xudo xolasa. Hop, bitta narsa, bugun hafta kuniga dushanba 29-dekabr 25-yil sanasida video syomkamizni boshladik obunachilar. Mana bir donadan like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa biz syomkalarimizni boshladik. Hop, 21 million dedikmi, qancha dedik? 20 million jami bor Omonbek. Hop, monosini, mashisini. Hop, 20 million so'm narx qo'yildi obunachilar. Hop, shvedda xudo xolasa, hop, zot toza, qoni toza. Inshaalloh mana ustilari ham xudo xolasa toza variantlaridan, ha. Molda Omonbek zotiga Tortishiladi xolos. Pul qo'yamiz Omonbek. Ya'ni molni bo'yiga, haligisiga emas, zotiga qarab, sifatiga qarab qo'yamiz narxini. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa bunisini-chi? Shoqi yo'q, to'qolidan Omonbek. Hop, to'qol variantidan obunachilar mana. 17 million 500 ming kam. Hop, 17 million 500 ming so'm. Mana, hop, yurgan holatida mana har tarafga yurgizib ko'ramiz obunachilar mana. Hop, inshaalloh xudo xolasa yedishchidan muammosi bo'lmaydi, ha. Hop, bir hafta sinashadi, yesa, ichsa, ulardagi yemasa, ichmasa, O'zimizga tan Omonbek. O'zimizga tan bo'laveradi, hop. 17 million so'm. 17 million 500 ming kami bor. Hop, kami bor. Hop, endi Estonimizga keldik. Mana obunachilar Eston variantini hop, so'raganlarga ochig'ini aytganda Estonni Shuni ham ko'ring, o'ta elli. Orqasi. hali bitta narsa, Estonni ishqivozi ko'p bilasiz. Ishqivoziga sotamiz, mol sut qaymog'i hamma yo'g'i o'ta ideal bo'ladi, bilasiz, bo'ladi. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar Eston variantini. Hop, yosh oyligi qanaqa buni? Bu Omonbek 8 oylik. Ha, 8 oylik. Orqasi lekin obunachilar, buqani fasatini berib turibdi. Narxini aytib o'tib keting endi. Omonbek 14 million 500 ming kam bor. 14 million 500 ga kami bo'ladi. Ha, 15 qo'yish kerak edi Omonbek. Siz obunachilar 14 million 500 ming kami bor, savdo qilishadi. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar 14 million 500 ming so'm narx qo'yildi. Mana xonachilarimiz birin-ketin. deganlarga. Hop, kirib kelyapti inshaalloh. Tim qorasidan so'raganlarga mana hop, sizlarga tim qora variantlaridan ham albatta bor. Qanaqasidan so'rashsa shunaqasidan imkon darajasi topiladi. Omonbek, mol 30 taga yaqin molimiz bor. Hop. Hammaga tushadigan bor. Omonbek, Hop. oxirida bitta bonus bor. Xudo xolasa bonus beradi. Bo'laveradi, bonus. Hop, buni bo'yi necha? Voy, biri 20 ga o'rnay, biri 15. Aha. Biri 15 olsin. Narxini ayting, mol ko'p ekan ochig'ini aytganda. Ichkariga kirganim yo'q, lekin mol ko'ngil sezyapti ko'pligida. Omonbek, bitta aytib ketaveramiz narxini. Hop. Jupa olsam sotamiz, hammasini olsam sotamiz, ikki kishi bitta olsam sotamiz. Aha. Buning narxi 14 million 500 ming kam bor. 14 million 500 ming so'm kami bo'ladi. Buni ajinimizga bo'ylari biri 15 xotirjam keladi deyaptilar, pulisi ham bo'ladi deyaptilar. Telefon qilsalar inshaalloh ishlari bitadi. Endi mana yana bitta rossiyskiy черный poster. Oh, jonivor. Orqasi o'ta dahshat ekan obunachilar. Rossiyskiy variantidan. Mollarni qoni zo'r chiqmagan hali, cho'rchuq Aha. chiqmagan. Hop. Mol o'ta zo'r.
Hop. Hammasi- Narxini ayting endi buni. Narxida endi ochig'i. Omonbek buni uchtasini qo'yishimiz kerak edi. 14 million 500 dan. Bu Ha. ham shunaqa 14 million 500. Bu yana bittasi. Hop. Oy jonivor. Buniki ham 14 million 500 ming so'm. Bundan forzroq Omonbek. Ye, arzonroqmi? Hop. Ikkitasi 14 million 500 dan bo'ldi. Bitta esi 14 million 500 ming so'm obunachilar. Hop 20 million so'mga 17 million 500 ming so'm shvetimizni kami bo'ldi. Hop endi hop bu olamizni. To'qol Omonbek. Hop to'qol variantidan. Voy jonivor. Narxi Hop. arzon Omonbek. Hop narxi arzon deyapsiz. Hop. Omonbek 12 million qolibdi. 12 million so'mga. Obunachilar 12 million so'mga nima deysizlar? Bosib olasizlarmi? Albatta yoqqan bo'lsa, Omonbek narxi bilan o'zini moli, narxi bilan. Bo'laveradi. Mol arzon qo'yamiz. Monolarni yaxshi pul qo'yamiz o'zimiz. Sifati, zoti yaxshiligi uchun. bo'laveradi. Hop, bo'lmasa undan keyingisiga ham mana ola variantli. Bugunga nima olani kuni Ha, bo'lgan. olani. Bozorga bitta deyishdi, doktorlar. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar ola variantidan hop shvetga tortib ketgan ekan, orqa taraflari ham pachka holatda, oyoq qo'llari o'ta go'zal. Shoxlari ham Ostini ham ko'ring, o'ta hop, kichkina unaqa o'sib ketmagan, ochig'ini aytganda unchalik daligisi yo'q, lekin orqa boshlari xudo xolasa zo'r siyri bo'ladi-ya bu. Narxini ayting endi buni. Omonbek 13 million kam bor. Hop, 13 million so'm kami bor buni. Hammasini savdosi bor. Omonbek telefon qilishadi. Hammasini kami bor. Telefon qilib savdo qilishaveradi. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar 13 million so'm narx qo'yildi. Endi ana yangisiga qiziqishda davom etamiz. Obunachilar bunisi ham ola variantiga mansub, hunajin emas. Xudo xolasa buni ham orqa boshi hop o'ta go'zal holatda ekan. O'ta zo'r. Hop endi Ideal. ideal holatda. Hop, narxini ayting endi buni. 12 million 500 kam bor. Hop, 12 million 500 ming so'm kami bo'ladi. Obunachilar bunisini ochig'ini aytganda men adashib ketib qolyapman u. Lekin inshaalloh do'stimiz adashmaydilar. Telefon qilsalaring mana shu deb syomkalar qilib berilaveradi. Tashasiz hammasini narxini Omonbek kamini qilib beramiz. Hop, Olani zo'r bu ham. Shuni Bunisi qarang, ham. 50ligini. Haqiqatan usti 50 ekan. Hop, Mol deb ishi ham hamma yo'q zo'r. 7 ishtilari, xudo xolasa orqa oldi. Hop, garbonoslari ham o'ta go'zal holatda ekan. Endi narxini ayting endi buni ham. Omonbek shu buradan aytib ketyapman. Video cho'zilib ketmasligi uchun 30 ta molimiz bor. Hop. Buni hammasini chiqarguncha cho'zilib ketadi video. Hop. 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 Omonbek 13 million bersin kam bor. Hop. 13 million so'm berishsa kami bo'ladi, ha? Mol. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa 13 million Kami bor. albatta 8 behay 8 kam bor Omonbek. behi 12 million 800 ming so'mga xayrni qilib berasiz. Beramiz. Hop, obunachilar undan keyingisiga to'qol variantidan tim qora, Anguska gibrid. Anguska gibridni bolasi ekan, xudo xolasa. Mol o'ta zo'r. Hop, oyoqlari ham mana obunachilar ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda ekan. Hop, buni narxini aytib o'tib keting endi. Omonbek Hop, narxi 11,5 kam bor. 11 million 500 ming so'm Kami bor. bo'laveradi. Obunachilar hop. Omonbek hammasi aksariyat cho'rni postura. Aha. Bitta firmadan chiqqan. Bo'laveradi. Buni ichida anchadan beri boqib turganlarimiz bor. Buni narxini ayting, ko'zdan qochib ketib qoladi. Omonbek Hop. 12 million kam bor. 12 million so'm kami bor. Obunachilar mana mollarimiz inshaalloh to'planyapti. Hop, yo'lga chiqib kelgan odamda inshaalloh ishi bitadi. Ko'ningizga mol oldim, mol olaman degan odamda imkon darajasida ishini bitiraman deyapti. Shukrlar do'stimiz. Kelishsin. Saroy bozordan ko'rib kelsa, har biridan savdodan keyin 200 ming o'tib beraman. 10 ta mol olsa 2 million o'tib beraman. Har biridan. Har biridan 200 ming o'tib beraman. Sizni kanalingizdan kelsa, kanalni rivoji uchun. Joningiz sog' bo'lsin. Mana shu hislatingizni ochiqni aytgan haqiqatdan yoqtiraman. Obunachilar bir donadan shu gapga bitta like bosib ketasizlar. Barakadan keyin inshaalloh kelgan rasxotingiz, abit rasxotingizgacha har bitta moldan yaxshigina o'tib beraman. Agar 10 ta bola oladigan bo'lsangiz, yemi, hashagi bilan o'zi bilan 10 ta ketadi. mol olsa 2 million o'tib beraman. 10 ta moldan Barakadan keyin 2 million o'tib beraman. Martqa martimiz Omonbek, u mayda shuda gap bo'lmaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Xalq xizmatidan hech ham charchamang. Obunachilar, albatta telefon qilasizlar. Hop, narxi Omonbek 10 million 500 emas, 10 million 300 mingga kam bor. 10 million 300 ming so'mga. Kami bor siz obunachilaringizga. Hop, bo'laveradi. Orqasini ko'ring, ostini ko'ring, hamma yo'q uzun. Mana, haqiqatdan ko'rdim.
Obunachilar mana qanaqa ko'rinyapti. Xudo xolasa real holatda ko'rilyapti albatta. Narxi tushunarli bo'lyapti turgan bo'lsa, jonivor. Bu salondan kelgan tamomda bu. Salondan kelgan variant. Obunachilar. Xo'p, shoqi ozginagina bor ekan, lekin Mol zoti bor, Omonbek hashaki mol yo'q uning ichida. haqiqatdan bir o'ta boshqacha ekan. Obunachilar Hali qo'ydirmo deydi buni haligisini. Bir bola qo'ng'ir. Qo'ng'ir deydi, ana shunday qo'ng'ir variantidan xudo xolasa buzovimiz o'ta go'zal holatda. Oyoqlarini ko'rib turibsizlar. Orqa boshlari ham hop, yaxshi holatda. Hop, buni narxi endi 11.500.000 Omonbek kam bu. 11.500.000 so'm. Yana bu. Hop, Onlarda hammasi savdosi va aytgan o'zi. bo'laveradi. 11.500.000 so'm kami bor. Voy jonivor ey. Bunisi ham haqiqatdan o'zgacha variantidan. Mol o'ta zo'r, Omonbek. Hop. Bo'laveradi. Bo'lmasa, orqalarini ham ko'rsating molda. hop, orqalari mana. Qo'li sog'lom. Yeb ichariga bir hafta garantiyasi bor. Omonbek 10.500.000 kam bor. 11 million deyish kerak edi, 10.500.000. 10.500.000 so'm. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, Omonbek mana ham o'ta zo'r narsa. Ularda hammasini imkonini qilib, tanish bilish qilib aytishyapti. Tug'ilgan bolasini ham Omonbek firmaga hozir borsa $1000 dan kam bermaydi. to'ppa to'g'ri. Hop, obunachilar, mavzudan yiroqlashmaymiz. Mol, hop, chiqishi ichkarida ko'pmi ish qilib? Mol seram. Bo'laveradi. Obunachilar, Omonbek Daniyada berishdi. Daniya. Hop. Daniyada berishdi. Mol yaxshi pulga oldik. Oldi lekin Ishqivozi xudo xolasa. Ishqivoziga sotamiz. Hop. Omonbek narxini zoti kuchli ekan deb buni banan qo'ymaymiz. Hop. 10.500.000 kam bor. Buni ham 10.500.000 kami bor. 10.500.000 kam bor. Obunachilar, telefon qilasizlar, albatta bexayr ish bo'lmaydi. Saroy bozorida mana o'zlaring ko'rib turibsizlar, kanalda rivoji uchun do'stimiz 200.000 so'mdan 10 ta misol mol olaman degan odam kelaversin, yem hashak albatta o'zi bilan ketadi. Hop. Oqboshimiz, gibridimiz. Gibrid simentalga rossiyskiy gibrid. Hop. Mol o'ta zo'r. Mol ko'rinib turibdi, orqalari ham, oyoqlari ham haqiqatdan hop, kenggina ekan, yaxshigina ekan. Oldi taraflari ham mana. Obunachilar, hop, narxda endi. Narx 11.500.000 Omonbek ham. Hop, 11.500.000 so'm. Obunachilar o'zi ham varaqda o'tkazganda o'tkazyapmiz. Hop, sizlar adashib ketmagan bo'lsalaring bo'ldi. Men ochiqni aytganda adashib bo'ldim. Yo'q, Omonbek soniga qarab o'tsam, aytaveraman, screenshot tashasa ham hamma molda Omonbek liboyni men rasmga olib tashab beraman. Telegram hammada bor. Aha. Bo'laveradi. Hop. Imkon darajasida esda qoladi narxlari hamma yo'g'i. Narx Omonbek. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, bundan keyingisiga ham rossiyskiy chorniy postera zotiga mansub bo'lgan. Omonbek uni tumshuqlarini qarang. Tumshuqlarini ko'ring. Zakasiga oqay. Hamma yo'q zo'r. Hop. Bo'lmasa buni narxini aytingchi endi. Narx Omonbek narigilar shu gibridlar bilan jup. Jup 11.500.000. 11.500.000 so'mdan. Hop. Mana ham shunaqa. Bunisi ham narxi bir xil. Narxi bir xil. Obunachilar 11.500.000 so'mdan bunisi ham. Hop. Mana mol. Hop. Qanday endi? Bo'ylari endi bir 1.5. 1.5 atrofida. 1.5 atrofida. O'lchab berilaveradi telefon qilsa. O'lchab beramiz Omonbek. Hozir ham metr bor ekan. Hop, obunachilar mana 11.500.000 so'm. Telefon qilasizlar imkon darajasida bexayr ish bo'lmaydi. Voy jonivor ey. Mana qara. Qashqavoy. Buni haligi ham o'ta korpusi ham boshqacha, tamam? To'xtating. Obunachilar stakan tuyoqligini ko'ringlar ey. Mol tuyoq o'sgani yo'q, hammasini ko'ring. Omonbek hashagi mol yo'q. Ko'rinib turibdi. Mashina ostini ham ko'ring. Obunachilar mana sizlarga ostisi 5 ta ekanmi? Mol o'ta zo'r. Mol haqiqatdan yaxshi holatda ekan. Hop, buni ham narxini ayting endi. Omonbek bu ham shu. 11.500 dan. Narxini aytaman. Eshitasiz bitta narx qo'yishimiz kerak edi. Beylayatrovdi, ochiq gap. Siz keldingiz, sirazi real qo'yamiz, u halisi yo'q. Bo'laveradi. Obunachilar ochig'ini aytganda o'zim ham qanaqa bo'lar ekan dedim. Mana realni holatda hozir ko'rsatamiz. Har safar o'zlaring ko'rardilar, mana shu joyga tortardik. Bu safar yo'q, unday qilmaylik. Videoda bir xudo xolasa bir o'zgacha qilamiz degan niyat bor edi. Hop, bo'lmasa yana davom etaveramiz endi. Davomi ochiq. Davomi ochiq xudo xolasa. Mollar, daqalasa Omonbek aytyapman. Hech qaysi mana bo'lmaydi. Ko'z yumib tanlasa ham Omonbek zo'ri chiqaveradi. Hammasini ishda. Molni qarang, hammasi. Eston
shved, asosan rossiyskiy unaqa haligisi yo'q. Tashaki mol yo'q. Hop, bo'laveradi. Bunisi ham xudo xolasa suyagi buzuq variantidan orqasi lekin o'ta elli ekan. Obunachilar. Hop, Omonbek emlamalari bo'lgan hammasini, hop. hammasini bo'lgan. Yana borib bir qurq oldirib olishaveradi. Endi buni 2 oy bo'lganmi, 3 oy bo'lganmi emlamayasiga bilmayman. Ochiq gap. Hammasini har xil firmadan, ikkita, uchta firmadan yig'ib keldik. Hop. Omonbek 11 million 500. 11 million 500 bunisi ham. Gami bor hammasi. Bo'laveradi, hop. Obunachilar 11 million 500 ming so'm narx qo'yilyapti bu xunachilarimizga. Xudo xolasa. 11 million 500 qo'yganlarimiz hammasini olsin yaxshi kami bor. Bittadan tanlab olsa 11 million 500. Hop. Hammasini o'sha 11 million 500 qo'yganlaringda hammasini olamiz deysa, kami bor chiroyli qilib. Bo'laveradi. Bo'lmasa sekin olib kiringlar o'shani ham. Yana nechta qoldi, xudo xolasa? Hali bor-a? Tugab qolmaydimi? Obunachilar olaman degan obunachilar ko'p-da. Yana kelyapti shuncha. Bo'laveradi. Obunachilar xudo xolasa yoshgina variantidan puli hoynahoy yengil xudo xolasa. Yengil Omonbek. Kichinasidan shu zo'radan so'ragan mol, qarang mana uni. Go'zalligi. Qattan kallasi o'ta chiroyli holatda ekan. Buni orqalari ham hali kelmagan yeri yo'q, tamoldi. Obunachilar mana orqa boshlari ham ko'rinmayapti-ku. Endi cho'ylamiz o'ta, Omonbek, cho'ylamiz o'ta endi. Xo'p, narxini aytib keting endi buni. Omonbek 10 million qo'yish kerak, 9 million 500 ming kam bor. Xo'p. 9 million 500 kam bor. Toza qoldi Omonbek, hammasi qonigacha tekshirib olishadi. Rossiyskiy chorniy postira. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa, rossiyskiy chorniy postira shvedimiz kirib kelyapti. Qirg'iz parodasiga mas'ul deydi-yu. Yo'q, Qirg'izdan o'tmagan Omonbek. Oldin o'tgan, enasi bilan o'tgan, hozir shayda boqilayotgan mollarning bolasi. Lekin o'sha parodasi Qirg'iz. Hop, bo'laveradi. Bo'lmasa, men to'xtatib mashina bitta holatini, orqa tarafini ko'rsatib qo'yaman, obunachilar mana. Hop, narxini ayting endi. Omonbek 10 million kam bor. 10 million so'm kam bo'ladi. So'rab olishadi 10 million kam bor. 10 million so'mga narx qo'yildi obunachilar. Mol kelmagan yeri yo'q. Ana shularni zotidan to'qqiz ichcha boqishdan shunga yetib boradi. Bo'laveradi, hop. Hey. Jonivor, gibrididan so'raydingiz mana sizlarga gibrid obunachilar. Omonbek, mol enasi o'ta kuchli narsa bo'lgan. Enasi kuchli narsa, hop. Molni yaxshi qilib ish qilib sotamiz. Omonbek. Shoqi, kichkina shoqi bor. Hop. 11 desam vahim bo'lib ketadi. Shunchasini hali 10 million 500 ming kam bor. 10 million 500 ming so'mga behayrish bo'lmaydi-a? Bo'lmaydi, Omonbek telefon qilishadi. Bitiramiz. Hop, bo'laveradi. Obunachilar 10 million 500 ming so'm gibridimizga narx qo'yildi. Hop, aytilgan narxlar muhim emas, xudo xolasa. Aytilgan narxlar muhim emas, mollarni sifatiga, zotiga qo'yapman narxini. Qo'yda emas. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar, hop. Qanaqasidan? Buni hop, nechta bor dedingiz hozir? 30 taga yaqin bor. 30 taga yaqin bor-a? Lekin bir joyga olgan odam ochiqni aytganda maza qilsa kerak deyman. Omonbek, bozorga olib chiqib sotsa ham yaxshigina foydasi bor, to'g'risi. Mollar aytibman zo'r. Ablikol. Aha. Ablikol. Bunachini novasi bo'lsa, u narxi yo'q buni. Narxi yo'q. Hop. Xohlasa yaxshi narsa. Orqa boshlari ham o'ta go'zal ekan. Hop, aytaylik narxini endi. Zoti bor ekan deb qimmat aytish hali bo'lmaydi Omonbek. O'sha gibrid narxlab berishsa 10 million 500 ming kam bor. 10 million 500 ming so'mga ketaveradi. Telefon qilishadi. Kimga narx tushadigan bo'lsa, masalan, sifat tushadigan bo'lsa, narxini kelishamiz hammasini. Bo'laveradi. Bizdan pulni ular sanab berishadigan pullarni gapirishaveradi. Imkon darajasida bo'laveradi, hop. Obunachilar go'zal. yosh variantidan, lekin haqiqatan go'zal ekan. Fahmatgina yana orqa boshlari ham O'ta zo'r. jonivor. Hali hammani razmeriga tushadi-da, masalan, kichkinasimi, kattasimi, shu 9,5 milliondan 20 milliongacha molimiz bor. Hop. Narxini ayting endi buni. Omonbek 9 million kami bor. 9 million so'm. 9 million so'm. Kami bor. Mol lekin aytayapman, zotiga qo'yapman mollarni. Agar buni yangi tug'ilganini ham Omonbek $1000 dan kam olib chiqisholmaydi.
Mollarda hammasini zoti bilan sifatiga qarab qo'yadi. Xo'p, bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar bu molxonamizga sig'adimi bu ichkariga? Ha, sig'adi. Bo'laveradi. Hop, uni sherigi ekan. Bu ham shunaqa Omonbek. Xo'p, narxi bir xil. Narxi bir xil 9 million kam. 9 million so'm kami bor obunachilar. Ikkitasi mana bitta u bitta bu lekin mana shu chiroyli narsa ekan, kallasi. Ha. Gibridligi yo'qdi menga. Ochig'ini aytganda. Sifati ham, inasi ham o'ta kuchli narsa. Omonbek, Hop, shved. shved. Mashinaning orqasini ko'ring. O'ta pachka narsa. Hop, Sal ariqroq. Lekin pachka narsa. Hop, Hop. narxini Omonbek oxirida arzon qo'yaylik. 8 million 500 ming. 8 million 500 ming so'm. Kami bor. Shvedchamiz. Shved. 8 million 500 ming so'm. Tugadimi? Tugadi. Xudo xolasa obunachilar mana hop, narxlar albatta ma'qul kelgan bo'lsa, manzil bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa imkon darajasida do'stimizga aloqaga chiqasizlar mana. Bir qator yana ko'rsatib o'tamiz. Yechik holatida video syomkalarimizni qilganmiz. Albatta bir donadan like bosib, kommentariyaga inshaalloh yozinglar videoni qanaqa qilish kerak bo'lsa, inshaalloh shunaqa video syomkalarni qilib borishga harakat qilamiz. Va bo'lmasa shu yerda video syomkamizga yakun yasaymiz. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha Omonbek, hop. hop, hammasini oladigan puli ko'p xo'jagalarimiz bor-ku. Hop, Hammasini bir yerga olishsin. Hali ikkita qilgan kichkina bizimiz bor-ku. hop. Bonus qilib beramiz. Agar aytilgan narxlarda hammasini menga jo'natishsan, shuni hisoblamaymiz, ketadi bonus bo'lib. Ikkitasi, bitta ham emas, ikkitasi. Hamma molni mo'ljal bilmayman, 28 ta va'da bo'lish kerak. Hop. Olishsin, aytilgan narxlarda olsa hammasini menga jo'nat deyishadigan bo'lsa, shuni mashinani jo'natamiz, ikkovi bonus bo'lib ketadi agar. 28 ta bo'lsa 26 ta gap pulsana berishadi. Sana berishadi. Obunachilar, Yangi yilga super aksiya deydi-ku. joningiz sog' bo'lsin, ochig'ini Bitta aytganda. emas, ikkita o'sha qo'ygan kichkina joylarimiz ikkitasini ber. Ha. Shunday 26 taga pul sanashadi. Moliya 28 ta, 29 ta bo'lishi kerak. Mollarni Omonbek sizni kanalingiz uchun maxsus. Bo'laveradi. Bo'lmasa obunachilar telefon qilishga shoshilasizlar inshaalloh. Narxlari kimgadir tushgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Biz bo'lmasa video syomkamizga yakun yasadik.